Xo'p, assalomu alaykum. Dream Zone o'quv markazi obunachilari, bizni kuzatuvchilarimiz va qadrli o'quvchilar. Demak, Dream Group 8 bilan biz 18-may kuni shu yerda yig'ilib o'tiribmiz. Demak, hamma keldi deyarli. Demak, 90% o'quvchilar. Men juda ham xursand bo'ldim. Umumiy bizda demak 40 ga yaqin o'quvchi imtihon topshirib chiqishdi va buni eng quvonarli tomoni, men xursand qilgan tomoni, demak, teng yarmimiz 7 va undan ortiq natija ga erishdik. Demak, hozir men sertifikatlaringizni sizga topshirmoqchiman. Birinchi yuqoridan boshlaymizmi yo pastdanmi? Keling. Ya, to'xtang, aytgacha u xonada. Adashib kirib qopti ekanlar, mana. Shu joyi ham yaxshi-da. Tabiiy chiqadi. Tak, kattadan boshlasak yaxshiroq bo'ladi, to'g'rimi? Yo, mana borganmi? Kattadan boshlab qolamiz. Demak, birinchi o'quvchilarimiz, demak, Zuhro Ne'matovami? Keling. Sertifikatdan tashqari bilasiz, 8 ball olganlar uchun, demak, bu sizning sertifikatingiz. Bir videoga qarab nima qo'ysangiz bo'ladi. Yaqinda podkastlari ham chiqdi. Zuhro birinchi 8 olgan o'quvchilarimizdan, o'sha Dream Group 8 da 2 ta 8 chiqdi bilasizlar. Birinchisi, demak, Zuhro bo'ladi. Zuhro 6-aprel kuni kirib chiqdingiz, siz bular bilan bir xil vaqt emasida. Kompyuterda birdaniga bir kunda natija chiqdi, to'g'rimi? Kompyuterda topshirishni tavsiya qilasizmi bolalarga? Ha, tavsiya qilaman. Natija tez chiqadi, ha? Yaxshi. Sizda typing yaxshimidi, tez yozish? Writingingiz necha chiqdi shunda? 7. Demak, bolalar CD mock ham juda ham qulay. Shuning uchun ham men sizga o'sha va'da qilingan 5 million so'm nimani beraman, topshiraman. Ota-onalar juda ham xursand bo'lsa kerak bugun. O'tirishingiz mumkin. Tabriklab qo'yamiz. Bu Husniya Bonu Maraliyeva. Qani Husniya Bonu? Ha, shu yerda. Dream Zone futbolkalaridan kelibdilar. Tak, Husniya Bonu, men sizga sertifikatingizni topshiraman. Ikkinchi 8imiz. Husniya Bonuning 8 balli Zuhronikidan salgina farqli ekanligi, bu hali atiga 8-sinfda o'qiydi. Endi 9 ga o'tyaptilar. 9-sinfda 9 olish nasib etsin. Demak, o'sha niyat sizga 9-sinfda sizdan birinchi 9 kutamiz nasib etsa. Omad. Buni bermayapsizmi deyapti. Mana aytdim, nimagadir qarayaptilar. Yaxshi kunlarga ishlating. Demak, ota-onalar demak faxrlansa bo'ladigan o'quvchilarimiz bor. Endi esa demak 7 natija, 7,5 natijali o'quvchilarni men aytib ketaveraman. Kim mabodo qolib ketsa, eslatasiz. Mabodo esimdan chiqib ketishi mumkin-da. Xo'p, keyingi o'quvchimiz 7,5 ball olgan E'zoza Hikmatulloyeva bo'ladilar. Keling. Keyin qancha chalasiz? Chiqayotganda ham. E'zoza Dream Group 8 ni eng yaxshi o'quvchisi deb ayta olaman. Garchi ba'zida natija demak erishilmagan bo'lsa ham 8 ballga. 7,5 juda ham yaxshi ball olganlar. Listening release necha chiqqan edi? 8,5 edi. Balkim 9 siz ham urganingizda Husniya Bonuga o'xshab aniq bo'lardi, agar 9 bo'lsa. Salgina o'sha imtihonda birinchi topshirishdagi hayajon o'sha 8 dan mosuvo qildi. Lekin kelajakda yuqori natijaga erishishingizni demak tilab qolaman. Yamal amal olmadik kichik proyasini. Lekin eng kuchli o'yinchi. To'g'rimi? Men baribir men uchun o'sha Dream Group 8 imizdagi eng yaxshi o'quvchimiz demak Husniya Bonu emas, E'zoza Hikmatulloyeva. Demak, to'g'risiz bo'ladi. Tabriklayman. Ba'zi joylarni qilib tashlaymiz lekin. Xo'p, keyingi 7,5 olgan o'quvchimiz Shoira Namozova. Ismlaringizni qarang, familiyalaringizni bilaman. Bir ikkita videolar chiqyapti, orqa qarab turadi, ismini aytadi, bilasizmi? Ustoz deydi, aytadi. Xo'p, Shoira qizimizda 7,5 bo'ldi, to'g'rimi? Shoira birinchi topshirishingizda? Yo'q, ikkinchisi. Ha, birinchi topshirish necha oldingiz? Birinchi 5,5. Ha, 5,5 dan 2 ball sakraganda, demak, o'rtada lekin intensivda ham o'qidingiz siz. Intensiv IELTS o'qib, keyin Dream Group o'qildi. Demak, Shoira 7,5 ballingiz bilan tabriklayman. Tabriklayman. Keyingi 7,5 o'quvchimiz Asila Mahmadaliyeva. Keling. Tayyorgarlik ko'radi deb ayttirlar-ku, bilasizmi? Asila qizimiz bizga demak ancha oldin kelganlar. General Englishdan keluvdi sizdan. Demak, singillari bilan kelgan, Dilnura bilan
va bu Cliffsga borib taqaladi. O'rtada 2 yilcha ketdi, uzoq muddatli yo'l. Onlar bilan gaplashganimda 7 olar ekanmi, 7+ olar ekanmi deb oxir bir gaplashdik. Men aniq oladi, agar imtihon u darajada qiyin bo'lib qolmasa degan, mana beraman desa 7,5 bo'ldi. Shuning uchun demak qanaqadir gaplardan gaplaringiz bo'lmasa, sertifikatingizni bersam sizga. Tabriklaymiz. Xo'p, 7,5 o'quvchilar hali yana bor bizda. Bu Sevara, yoshi nisbatan sizlardan kattaroq qizimiz. Tajribali IELTS topshirish bo'yicha. Sevara Ochilova, demak, Dream Groupda avval ham o'qigandilar. Kiring. Ahmadjon, sizmi? Ha, bo'ldi. Faqat sizni oxirida e'lon qilamiz. Sevara Ochilova biz Dream Group 3 da o'qigandingiz, ha? Nimada? Ana Prezident maktabidagi bolalar bilan o'qidingiz, to'g'rimi? Bo'ldi, Dream Group 3. Dream Group 3 da o'qigandilar, Cliffsda, keyin 7 olgandilar, undan keyin yana kelib o'qidilar-da, 7,5 qildilar. Ya'ni qotib qolish yo'q, o'tish bo'lyapti. Sevara, keyingi IELTS topshirishingiz niyat bormi? Bor. Hali yana topshirish bor, ha? Demak, IELTS ichida yuradigan bo'lsangiz, 8,5-9 qilish nasib etsin keyingilarida. Xo'p. Keyingi 7,5 demak ballimiz. Keling, birinchi o'quvchimizdan nima qilaylik? Birinchi topshirgan o'quvchimiz bu Ruxshona. Ruxshona Hayitova. Mana ustozimning qizlari bu kishi. Mana yelkamdagi tog' ag'darilganday bo'ldi. Ustozimning qizlari, demak, 7,5 olganliklaridan uchun xursand bo'lib telefon qilganlari esimda. Onangizda resepsiyonda o'tirgandim. Men o'zim undan ham xursand ketgandim. Onlardan ham. Demak, tabriklaymiz 7,5 ballingiz bilan. Qattiq qo'yaylik. Demak, Rayhona ham, Ruxshona ham hali atiga 9-sinf. Shunaqamda? 10 mi? 10 ga o'tdingizmi? 10 ga. Ha, 11 ga o'tyapsiz, to'g'rimi? Yaxshi, 10-sinfda o'qiydilar. Va siz keling. Gulruh Panjiyeva. Gulruh Panjiyeva qizimiz ham demak IELTSdan 7,5 natija qildilar. Dream Groupda o'qibdagina. Gulruh Dream Groupdan oldin intensivda ham ozroq qatnashdingiz, ha? Intensiv o'qidingiz. 2 marta ko'rgan ma'qulda, mendagi intensiv guruhlarda Dream Group bilan bir xil narsa o'qitiladi. Biz Dream Group ana bu nahv qo'yish uchun praktikaga ko'proq e'tibor berib, bir marta intensivda qaytadan ma'lumotlarni murakkabroq qilib bolalar o'rganishi uchun. Gulruh yana IELTS topshirish niyat bo'ladimi? Yo, bo'ldi. Westminsterga kirmoqchiman deb aytdingiz. Westminsterda ham yaxshi baholarda tamomlab, first classda bitirish nasib qilsin. Undan keyin magistraturalar qilib, kelajagingiz juda ham porloq sizlar. Madina keling. Madina Ilhomova. Madina Ilhomova Dream Group 6 da bizda o'qigan va o'sha paytda 6,5 bo'lib qolganda, ozroq yetmagandi 7 ga. Shu uchun, o'sha 7 qilish uchun yana qaytadan Dream Group 8 da o'qidilar va bu safar 7 emas, 7,5 bo'ldi. Demak, tabriklayman Madina. Demak, sizda teachingda ketish niyat bor, ha? Dars o'tish bo'yicha. Hali demak, endi 10-sinfda o'qiydilar. Demak, menimcha bemalol zo'r ustoz chiqsalar kerak kelajakda. Tabriklaymiz. Va albatta bizda Zahro qoldilar. Keling. Zahro adashtirib olaman-da ba'zida. Xo'p, Zahro qizimiz ham IELTSdan 7,5 natijani ko'rsatdilar va birinchi bo'lib 7,5 olgan o'quvchimiz Dream Group 8 da Ruxshona, undan keyin Zahro edi. Adashmasam, ikkinchi bo'lib olingan edi-da. Tabriklayman. Zahro, siz necha sinfdasiz hozir? 9 sinfda. 9 sinfda 7,5 olish bu juda ham katta natija. Nasib etsa, bundan ham yuqoriroq natijalar bo'lsin sizda. Tabriklaymiz. 7larimiz tugadi. 7,5larimiz yana. 7 balli o'quvchilarimizdan boshlaymiz. 7 balli o'quvchilarimizdan keling birinchi bo'lib Tim Williams olaylik. Taxalluslari ham zo'rda. Xo'p. Shu yerda bir ikkita ma'lumotni berib ketaylik, Tim. Haqiqiy ismingiz nima? Timur. Williams-chi? Nickname, o'sha 3 yildan beri shunaqa nickname bor-da. Ha, o'sha
o'zi nima bo'lgan? Taxallus asosiy ismga aylanib qolgan. Xo'p, Tim Williams mendan ko'pchilik so'raydi, o'zi Tim rostdan ham Tim, mana ha, rostdan ham Tim, mana yetti oldik-ku. Rostdan Tim bo'lsa 8 olish kerak emasmi deyapti-da. Shuni 9 oladi. Ha, 9 olibdagina haqiqatdan ham odamlarni haqiqiy inglizga o'xshab tutsangiz bo'ladi. Yuz ko'rinish vet tortadi chunki. IELTS ham tortsin bu yog'i. Xo'p, 7 natijangiz bilan tabriklaymiz. Siz bundan ham yuqorrog'iga, demak, munosib edingiz. Demak, tabriklaymiz. Omad ishlaringizga. Tak, keyingi qizimiz Shabnam. Keling. Shabnam qizimizda ham birinchi 7 olganlardan bo'ldi. O'sha Dreambook 8 natijalar chiqishni boshlaganida. Shabnam, siz ham Zahro kabi 9 sinfda o'qiysizmi? Yo'q, 10 sinf. Siz 10 sinfda o'qiysiz, ha? Shabnam Mokrada necha chiqadi? 7, 6 yarim. 7, 6 yarim. 7 yarim chiqmayapti. 7 yarim bir marta chiqdi. Bir marta. Unda adolatliroq bo'libdi ekan. Tabriklaymiz. O'tirishingiz mumkin. Xo'p. Keyingi, demak, 7 balli natijamiz mana. Tak, Diora, kelingchi. Diora Ochilevamidi? Kildiyorovamidi? Rostdan Kildiyorova? Yusupova. Adashib ketdim. Xo'p, Diora Yusupova bizda Dreamgroup 6 da o'qigan, 5 da o'qiganida, uzr, Dreamgroup 5 da o'qiganida va natijalari sal pastroq chiqib qolganida, o'sha paytda endi yashirmasak bo'ladi menimcha, 6 edi, 6 chiqdi. Aslida 6 dan 7 bo'lmasligi 6,5 larga arzidingiz o'sha paytda ham. Mana qattiq mehnat o'z samarasini berdi. Tabriklayman. Demak, ota-onangiz vaqtiga sog' bo'ling. Abbos Boymurodov kelingchi bitta haq beraman degan shu bola. O'zi 7 ni boshlaganimda Abbosdan boshlashim kerak edi. Boshda qo'yaveramiz. Xo'p, Abbos, keyin qo'lingizni qisib qo'yaylik. O'g'il bo'laman. Tabriklaymiz. Natijalaringiz bundan ham yuqori bo'lsin. O'sha eng muhimi ballni katta kichikligida ham emas. Demak, uni qanchalik sizga asqotishida otishida. Shunaqa men aytaman, ko'p o'quvchilarimiz bor, 5,5 IELTS olib ham juda ham zo'r joylarda ishlashadi-da. Lekin 7 IELTS bor bolalar bor, o'zini yo'lini topa olmay yurganlar bor. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, natijangiz demak 7 bo'lgan, sizniki natijangizga mos bo'lsin. Kelajakdagi ishlayotgan joylaringiz, karyerangiz. Omad. Xo'p. Siz keling, Zulfiya. Zulfiya qizimizda reading 9, ha? Demak, aynan reading 9 ekanligi umumiy overallda 7 chiqishiga yordam berdi. Aynan readingda moklada 9 chiqqanmidi? Yo'q. Yo'q-da. Eng yuqori necha chiqdi? Readingda. 8 lardan. Osonroq bo'ldimi? Mayli, ko'p gapga nima qilib qiynalmaymiz. Sizni tabriklayman. Natijangizni olishingiz mumkin. Tabriklab qo'yamiz. Qo'ya 6,5 mana tarqataveramizmi? Mana olaverdi. Xo'p, past ko'rishdi qanasan. Xo'p, hazil. Ana endi esa 6,5. 6,5 ball olgan o'quvchilarimizga o'tamiz. Keling, birinchi 6,5 ni biz demak Jahongirdan olamiz. Jahongir Rahmatov, Azizbek Rahmatovning ukasi. Jahongir, sertifikatingiz 6,5 ballizni yanada yuqoriroq natijalarga erishishdan biza tilakdoshmiz. Qanaqadir gaplaringiz bormi? Ko'pchilikka tavsiya qilaman. Albatta tavsiya qilishga majbursiz. Rahmat, akalari demak green karta bilan demak o'qish ketayotdilar. Keyinchalik green karta chiqib qolib Amerikaga ketib qoldilar. Sizda ham akangizdagi bor omadni tilab qolaman. Akangiz zo'r peshonasi yarqiragan bora, ishlari yurishib ketsin. Sizda ham siz matonat bilan o'qish bilan oldingiz, sertifikatgacha bordingiz. Bu yoqdagi mehnatingiz bilan odamlarni hayratda qoldirishda davom etavering. Omad sizga. Charchamang. Qadrdon o'quvchida o'zimizda baribir General Englishdan boshlab tayyorlanganlar ancha qadrdon bo'ladi bizga. Shulardan bittasi yana Salohiddin. Ancha vaqt tayyorgarlik ko'rgan o'quvchimiz Salohiddin. Salohiddin yaxshimiz? Men rost qo'rqqandim shu boladan. Shuda kalla tashab qo'ymasa bo'ldi. Endi kalla tashlab degan masalan 5,5
la olib qolmasa bo'ldi deb turgandim. Zo'r 6,5 olgan. Rating listlar necha chiqdi? 7 chiqdi. Juda ham yaxshi. Sal bulardan keyin topshirdingiz siz? Qaysi kuni? 26-aprelda topshirdingiz. Sertifikatingiz. Tabriklayman. Bolalar qarsa chalib qo'yamiz. Xo'p, yana bir 6,5 bizada tak qizlarimizdan boshlaylik. Eng kichkina qizimiz bor bizada. Rayhona Ishmo'minova, keling. Rayhona Ishmo'minovani mana ayam onangiz ayamning dugonalarimi? Birga ishlaydilar. Maktabda birga ishlaydilar. Tavsiya qilgandi, yaxshi qiz, bu hali zo'r natija qiladi deganda, birinchi kelganda dars tushunmagan. Rayhona tushunmagan. General Englishda qaysidir bosqichda 2 marta o'qidingiz-a? 3 martami o'qidingiz? Intermediate-mida? Pre-intermediate 2-3 marta o'qidida, qayta tushunmay yurdi. 5-sinf bo'lgani uchun kichkinalik qilgan ekan. 6-sinf bo'lgandan keyin mana natijasi demak 6,5 bo'ldi. 7ga ozroq erishmay qoldi. Qaysi qism tortib ketdi pastga? Ikkisi oldi. Ikkisidan bittasi 6,5 chiqqanda bo'lardi. Chiqisi yo'q. 6-sinfda 6,5 olganligingiz uchun sizni tabriklaymiz. 7-sinfda 7 olamiz nasib etsa. Yana bir 6,5miz bor. Sabrina, kelingchi. Ahmadjon, siz qachon topshirasiz? Shoymi? Register qilganmisiz? Ha. Serials. Ha. Chunki shu oy tuga bo'ldi-da. Qanaqa ulgura ekan dedim. Serialsda mumkin-da. Xo'p, mayli. Chalg'imaymiz. Sabrina, menga Sharava. Bizada kim orqali keldingiz siz? Maftuna o'quvchimiz orqali kelgan. Maftunada 6 bo'lgan edi. Sizda qarang, dugonangizdan oshib ketdingiz. U kelganda sal dangasaroqda, lekin o'zingiz qaraysiz, o'qitasіз degandi. 6,5 ball oldingiz. Qaysi qismi pastroq chiqib qoldi? 5,5 mi? Eng yuqorichi? Hammasi qolgan 6,5. Listening chiqqan. Speaking 6,5. Yaxshi. Sertifikatingiz, tabriklaymiz qizimizni. Keyingi 6,5 olgan o'quvchilarimizdan keling. Doston Abdug'afforov. Doston Dream Group 8 ni to'liq o'qimadi. Demak, sal xatosi bor. O'sha xatosi bu safar balkim Dream Group 9 da biz Dostonni yana ko'rib qolishimiz mumkin. Oldimizda yozib turibdi. Aniq demak 7,5 bo'ladi nasib etsa. Doston, tabriklayman sertifikatingiz bilan. Xo'p, Muhammad Kamolov. Ancha vaqt tayyorgarlik ko'rgan o'quvchilarimizdan juda ham ko'p deylik. Ester parchalanayotgandamidi yo Berlin devori qulagandamidi? Dinozavr davridami? Shunaqa edi-da. Lekin birinchi topshirganlarda demak 6 bo'ldi. Mana 6,5 ga ko'tardilar. Bundan keyin eng muhimi o'sish bor. Demak 7,5 Muhammadda garchi IELTS balli past bo'lsa ham tushuntirish, speaking olishlar, biz ekzaminlar bo'lib ishlagan. Ana shu qobiliyatlari yuqoriligi uchun men ballga nisbatan ba'zida insonning o'zini ham qobiliyatini ustunroq qo'yaveraman. Tabriklayman, sertifikatingiz. Og'abek, keling Og'abek. Og'abek eng kichkina o'g'il bolamiz. Necha sinfdasiz? 9-sinfdasiz. 9dan kichkina bormi bizda? O'g'il bolalarning ichida-da. O'g'il bolalarning ichida eng kichkina ekan o'xshanam. Og'abek 9-sinf bo'lishiga qaramasdan, demak 6,5 ball oldi. Demak, o'g'il bola uchun bu yaxshi-da. O'g'il bolalarga sal qanaqadir o'zi nechta o'g'il bola bor bizda? 5, 6, 7 ta o'g'il bola bor. Shularning ichidagi eng kichkinasi ekansiz. 6,5 ballingiz bilan tabriklayman. Nasib sizni Dream Group 9 da kutamiz. Nasib et. Fuzayr Yusupov, keling. Fuzayr ichimizdagi eng yoshi katta o'quvchimiz. Shunaqami Fuzayr? Yo'qmi? Jancha emasmi? O'ziga tenglashtirmang meni. Xo'p. Yoshingiz nechida? 26 da. 26 dan katta odam bormi? Mendan boshqa yo'q.
Eski tuski buyumlar olamiz deydi-ku. Nima so'rayapti desa, bu yerda mendan boshqa eski tuski olasan yo'q deydi. Xo'p, Fuzayl, haqiqatan to'g'ri aytgan ekanman. Yoshi eng katta o'quvchimiz, lekin o'zi yosh ekan. Avval yoshi eng katta deganda 32, 30 ga kirganda ham bo'lardi-da. Demak, Fuzayl magistraturada o'qiysiz-a yoki tugatganmisiz? Tugadi, iyunda dissertatsiya qilmagan bo'ladi. Dissertatsiya qilmoqda. Dissertatsiyalaringizni ham yaxshi yo'qlab olishingizni tilakdoshimiz. 6,5 ballingiz bilan tabriklayman. Nashaq qo'ymaysizlarmi? Tishlab qo'ymaysizlarmi? Tillamasam ekan. Xo'p, 6,5 da qolmadi. Bo'ldi, hammaga berib chiqdik. Endi 6 ball olgan o'quvchimiz bor ekan. Akobirbek Omonov. Keling-chi. Akobir. Yaxshimiz. Akobirdan ham o'sha Salohiddinga aytilgan gaplar sal qo'rqqanim o'sha pastroq chiqib qolmas ekanmi? Chunki Akobir Dream Groupda o'qimaganda, Akobir intensiv ALSda ko'p o'qigan. Oxirida Dream Groupda bir ikkita darslarga kelib qatnashishiga, speakingga qatnashishlariga ruxsat bergan edik. Shuni oqladilar. Men o'ylagandim, yiqilib qoladi yoki qattiq o'qimaydi deb bola. Lekin ko'p kasal bo'lib o'rtada dars qoldirdiz-a, o'rtada. Lekin baribir ham natija bo'ldi. Qaysi qismlar yuqori chiqdi? Reading, listening 6, keyin writing 6. Ha, asosiy 6 bilan. Umumiyda overallda ham 6. Tabriklayman. Charchamang. Bizda yana bir o'quvchi bor, Kamolov Qurbonali. Qurbonali IELTS 6 ballingiz bilan tabriklaymiz. Endi aslida bu qandaydir muvaffaqiyatsizlik ham bo'ladi, lekin ba'zi muvaffaqiyatsizliklar dars bo'ladi odamga. 6 ballari bor edi. Mana shu faqat maqtanmaylik, to'g'rimi? Biz ko'tarib berdik. 6 bor edi shu bolani o'zi. Keldi, Dreamworkda 8 o'qib, yana 6 oldi. Xo'p, bu qanaqadir ma'noda g'alati bo'lib qoldi-da, dostonda, misol uchun, to'g'rimi? Bo'lganlar ham bor-ku, yoshirib nima qilamiz? Lekin bir tomoni bor, kelgan vaqtida o'sha eski darajadan ba'zi odamlar tushgan holatda ham keladi-da. Tushunyapsizmi? Masalan, 7 bo'lsa, butun umr 7 darajada bo'lmayman degani. 3 yillik tanaffus bo'lgan o'rtada, to'g'rimi? Mana shu narsadan keyin yana o'zingizni formangizga qo'shilib kirib olgansiz. Yanada davom etsangiz, menimcha sizdan yuqori natijalar bo'ladi. Charchamang. Oxirgi o'quvchimiz, demak, Omonbek, kelingchi. Universitetga topshirdingizmi? Kirdingizmi? 50% grant. Tabriklayman. Koreyaga? Koreyaga. Sertifikatingiz 6 ball bilan tabriklayman. Birinchi topshirganlarida endi aytsak bo'ladi, 5,5 bo'lib qolganda. Eng muhimi, men bitta narsadan xursandman. Hech kimda 5 bo'lmaydi-da bizda. Dream Zone'da shunaqa. Bilamizki, ko'p natijalarni e'lon qilishadi boshqa joylarda ham, lekin yiqilganlarni aytishmaydi. Yiqilganlar ham bo'ladi-ki, ancha-munchasi, to'g'rimi? Vaholanki 5 tadan 3 tasi yiqilgan paytlar bo'ladi. Bizda yiqilgan odamni o'zi bo'lmaydi. Mendan ba'zida so'rab qolsa, ko'p yaxshi natijalarni aytaman-ku, lekin shundoq so'raydi, faqat yuqori natijalarni aytasiz, yiqilganlarchi deydi-da. O'tgan yili yoki undan oldingi yili hammasini sanab ko'raman. Masalan, 2023-yil 7 ta degan raqam bor menda. U ana o katta raqamlarimdan ko'ra menga muhimroq. Chunki 7 ta o'quvchimiz natija ola olmagan. 1 yil ichida. Lekin nechta 100 ta bo'lgan bo'lsa ham-da, o'tgan yili 4 ta bor edi, ana shunaqa. 5,5 ham ola olmaganlarni men muvaffaqiyatsiz deyman. Shuni ichidan ikkitasi qayta topshirib 5,5 qilgan. Lekin o ikkitasi norozi bo'lib ketdi-da. Shunchani ichidan ikkitagina-da. Mana shu narsa meni xursand qiladi. Demak, topshiradi, hech kim 5,5 dan past shu paytgacha men bilmagan holatda bo'lishi mumkin. Aytaylik, men imtihon topshirganda bilmay qo'ygan bo'lsam, kelgandan o elementary paytida topshirib o'rgan bo'lsa, men tavsiya qilmaganman. Masalan, aytaman-ku, sen topshiraver deyman, to'g'rimi? Shunaqa holatdagi o'quvchilarimiz deyarli hech qaysisi demak 5,5 dan past olmayapti. Omon, demak, omonga nima desak bo'ladi? Boshingiz omon bo'lsin. Squid Game'ning ikkinchi sezonida ko'rishamiz. Dream Zone'ning nimasida. Omon, charchamang. Samandarga shans berarsiz-da, arqon tortishda. Bolalar, mana shu bilan menimiz nihoyasiga yetdi. Bizda Dreamwork 9 keling bir nima qilamiz? Fair, adolatli bir nima qiling-chi. Dreamwork 9 siz natijangizni o'tib keta oladimi? Yo'q. O'tib keta oladi deganlar qo'l ko'taring-chi. İçimizdagi dushmanlar. Ha? O'tib ketadi. O'zimiz ham qayta topshiramiz.
O'zingizdagilar ko'p emas-da, o'zingizdagilar ham yana 7 olmaganlar ko'p bor. Siz bor misol uchun, yana kimlar bor? Mana 7 qilmaganlar 2 ta, yanachi. Siz ham qaytaga o'qimoqchimisiz? Ammo aka bir ekan, o'zi aka bir yarashibdi ham chaqirishimiz kerak edi hozir. Bir o'zini chiqarib qo'ygan deb qoldik. Va tak siz qiyin rostdan ham, lekin keling shu yerda bitta va'da berib qo'yaylik. Video YouTube ga chiqadi-ku. Dream Group 9 ga nasib etsa, mana shunaqa xonada nima qilibdagini tabriklab turaman. Bu yerda qanaqadir ego bo'lish kerak emas. Niyat qilib qo'yaylik, o'shalar sizdan o'tib ketsin. O'shalar nasib etsa sizdan o'zimda qadar sayab bo'ldi. Bitta 8,5 chiqsa ham o'tib ketadi. Ya'ni qolgani nima bo'lishini qat'iy nazar. Bilasizmi? Oltin bo'ladi-ku. O'zbekiston bitta oltin turadi, masalan aytaylik. Ana yoqda 40 ta kumush olgan ikkinchi davlat oltini bo'lmasa ham O'zbekiston tepada turadi. Olimpiadani ko'rganmisiz? Medal sifati bo'yicha yuqori turadi. Aytmoqchi bo'lganim, mabodo 8,5 chiqsa, Dream Group 9 dan demak rekord yangilangan hisoblanadi. Dream Group 9 da bolalar sizni kutib qolamiz. 11-iyunda demak saralash imtihoni bo'ladi bizda. Sizlar ham qatnashishingiz mumkin. Sizda bitta imkon qilib beraman, faqat topshirganingizga 3 oydan ortiq bo'lmaganligi uchun, o'zimizda o'qiganingiz uchun imtihonga kirmasdan turib, xohlasangiz qatnashib ketishingiz mumkin. Kim xohlasa oramizda davom ettirmoqchi bo'lsa. Bo'ldi. Shu.